Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nisa'nın 11. ayetida Alloh taolo meyitning ota-onasi va farzandlar, qiz va o'g'il farzandlarning ulushini tafsili bayon qilib bergandan keyin 12. ayetida er va ayolninki. Masalan, meyit er kishi bo'lsa, uning ayoli qanchalik oladi? Ayol kishi bo'lsa, uning yo'lishi qanchalik oladi va ona taraf o'g'il qarindishi va ona taraf qiz qarindishini ulushini bayon qildi. 11. oyatda qizi o'g'li arabcha zevray bo'ldi. Benet ibn bulaniki avladul mayyit. Valad degani shu, ham qizni ham o'g'ilni ko'rsatdi. Buni bayon qildi va dadasi bilan onasiga tafsili bayon qilib berdi. Shu oyatlarni yodlash bilan birga yaxshi tushunishingiz kerak. 12. oyatda er kishining yo'lishining va ayolining va o'g'il qarindishi ona taraf bo'lgan va ona taraf qiz qarindishi. Ya'ni dadasi boshqa, onasi bir qarindishi. Ahli uxtli deymiz. Ana bir, dada balak qarindishi. Acisi yoki singlisi yoki inisi degandek. Buni bayon qiladi. Valakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Erlar deydi. Agar ayollaringlarningki bolasi bo'lsa, mayli o'g'li bo'lsin yoki qizi bo'lmasa, u chaqda qanchalik oladi? Yarmini oladi, nisfini oladi deydi. Agar bolasi bo'lsa, ayollarningki sizlarga 4dan 1 deydi, rubu 4dan 1. Ma'u bolasi, masalan, qizi bor deylik, bu ahvolda yo'lish 4dan 1ni oladi. Agar bo'lmasa, yolg'iz emas, masalan, boshqa qarindoshlar bilan boshqa masalan, meyitning dadasi, onasi bo'ladi. Faqat bu yerdagi bir shart er va ayolniki nasibisiniki o'zgarishga ta'sir ko'rsatadigan shart faqat shu meyitning qiz yoki o'g'il farzandiniki bor yoki bo'lmasligi. Ya'ni erninki nasibisi 2dan 1 yoki 4dan 1, ayolninki 4dan 1 yoki 8dan 1. Ma'u meyitninki farzandi yo'q ahvol. Ma'u meyitning farzandi, mayli o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, nasibisi shu. Ya'ni ayol kishi yo'lishniki yarmini oldi. Ya'ni 2dan 1 yarım 4dan 1, 4dan 1 yarmi 8dan 1 bo'ladi. Yani bu ayette başında er ve ayolnikini şunday bayon qilib berdik. Ondan keyin va in kana rajulun yurasu kalalatan, agar bir kishiniki kalalalarda miras elinsa deydi. Kalala degan Abu Bakr radhiyallohu anhu meyitniki ya ota-onasi yo'q, ya farzand yo'q bo'lsa, bu kalala deymiz degan. Uni kuchli ko'zqarash shu. Ota-onasi yo'q yoki farzand yo'q meyitning. Yoki imra'a deydi. U ayol bo'lsin yoki er bo'lsin degan gap. Ota-onasi yo'q, farzand yo'q. Va lahu akhun aw ukhtun, uning bir o'g'il qarindishi yoki qiz qarindishi bo'lsa, fa li kulli wahidin minhum as-sudus. Har biri 6dan 1ni oladi. Ya'ni meyitningki o'g'il qarindishi, ona taraf o'g'il qarindishi bu yoki qiz qarindishining miras elish sharti mayli o'lguchi meyit er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, uningki ota-onasi bo'lmasligi va qiz va o'g'il farzandlari bo'lmasligi kerak. Qiz va o'g'il farzandlari bo'lgan ahvolda ularni miras elishdan cheklab qo'ydi. Buni hajib babida tafsilli bayon qilamiz. Ota-onasi bo'lsa, ya'ni dadasi bo'lsa bular olmaydi. Va qiz yoki o'g'il bo'lib qolsa bular olmaydi. Ya'ni kalala deganimiz shu ota-onasi yo'q deb deman, dadasi yo'q va farzandlar yo'q kishini kalala deymiz. Onasi cheklamaydi. Masalan, onasi bo'lib qolsa-mu bular eliveradi. Onasi va qarindoshlar ko'p bo'lganligi uchun, birdan ortiq bo'lganligi uchun oldidan birini oldi. Masalan, bu yerda bular birdan ortiq bo'lsa, bular ikkisi 3dan 1ni oldi. 6dan 1ni oladi. Ammo bir bo'lib qolsa, yolg'iz bo'lib qolsa, masalan, onasi bilan
Bir oğul qarindosh bo'lib qolsa, onasi oğul qarindoshi, ana taraf oğul qarindoshi oldidan birini oldi, yolg'iz bo'lganlik uchun. Masalan, 2 bo'lib qolsa, 3dan birini oladi. Mana deb bo'lib qolsa, 3dan birini oladi. Tang oladi bu ikkisi. Tang oladi. Oğul qizning ikkisini olmaydi. Mushu ahli uxtli degan kelgan vaqtida bular tang oladi. Mushu 3dan birini ikkisi tang bo'lib beramiz. Yana bu oldidan bir, bu oldidan bir oladi. Ammo shaqiq, ahli ab, yani dadisi anasi bir yoki anasi boshqa bo'lsin, dadisi bir qilnashga kelgan vaqtida ular ayol ikkisini oladi. Bu 176-joyda bayon qilindi. Ammo shu 12-joyda bayon qilingan agar qarindoshi, ana taraf qarindoshi, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, birdan ortiq bo'lsa, 2 yoki 3, 4, 5 birdan ortiq bo'lsa, 3dan 1 oladi, o'tirsida tam taqsim qilinadi. Bularning miras elish uchun yana bir qatim ta'kidlayday, miyatniki dadisi bo'lmasligi, o'g'li va qiz bo'lmasligi kerak. Bularning qaysi biri bo'lsa, ular miras olmaydi. Masalan, shuni bo'lmasa oladi degani, bo'lib qolsa olmaydi degani. Masalan, dadisi bor, ahli yana boshqalar bor degandek, bu yerda dadisi bo'lganligi uchun dadisi buni cheklab qo'ydi. Buni biz miras olamaydi, mahjub, cheklanguchi, mirasdan mahrum qoluvchi dadalamiz dadasi sabablik. Yoki binit bo'lsa, qiz bo'lsa olamaydi. O'g'il bo'lsa olamaydi. O dadasi, o'g'li va qizi ahli bilan uxtli bularni cheklab qo'ydi. Agar miraschi bular taqmidan oladi bushlarni, chuqur bir zil masala bu, pishqirishinglar kerak.